Assalomu alaykum quyosh qozlari. Yangi quyonlarimiz. Yaqinroq. Erkak. Akalar yangi ishqozlarga bu gamana degan rangidan. Hammasi bir xil bo'la olmaydi mana qara. Bu go'ltidan mana. Ularni gollandskiy quyonlarni mana qimmatroq bo'ladi-da. Ranglari. Oq qorasi ham hammasi ham yaxshi, lekin mo'ra hozir O'zbekistonda kamroqlar. Kamyoqroqlar. Yaqinda kafeyni svetda bo'ladi, gamana deb qo'yadi. Bunisi gold tilla rang. O'n kallasi ham mushti chiqdi. Ha, gilam yurgandan bor. Chiqdi. Ha. Yangi quyosh shimolariga gamanalar. Ketib qoldi. Mana bu maskasi, maska sharipi degani mana maskasi, koronasi mana. Tekkiz bo'ladi. Keyin bu chizig'i bo'ladi mana belida. Hop bu chizig'i. Gamana, gollandskiy krollik mana. O'zbekistonda hozir bor ko'p, lekin kamda yetarli emas-da bu O'zbekiston uchun. Mexlari ham oddiy jadar quyonlardan ancha farq qiladi ulardan keyin. Bunda uyingizda borib bunday ko'rgandan keyin bilinadi-da bu quyonlar. Qarang, go'zallik. Mana shu ochi chiqib qolmaydimi, ha? Mana bunday qilib qo'ying, olov o'zing yurgizib. Oq qorasi bo'ladi, yapon rang sariqlari bo'ladi. Golboy rangi bo'ladi. Golboy ranglari kam. Golboyni olib kelgin, bir ko'rsatib qo'ydi shuni. Golboy rangi ham kamyob hozir O'zbekistonda. Kelib. Ozgina harakat qilib, zo'rini boqorish kerak yani. Ha, gamanachalarimiz. Buni adalari uyda katta edi turganda maza qilasizda. Bu juda eng hozir O'zbekistonda arzon jonzot quyon bo'lsa kerak. Ha. Mana ota bu mana golboy mana svet rangini qarang, katta bo'lganda shunaqa bo'ladi. Boshqacha akras bo'ladi, qo'yaveraylik, qo'y. Ha, go'zalligini qara. O, kichkinani olib turing. O'sha sen olginmi? Mana, ke, polvon. Mana maskasi. Maska degani mana peshonasi mana. Abreski mana. Bu sharfi. Mana abreskasi. Xudo olasa bular ham ertaga shunaqa bo'lib qoladi. Yomon, juda sho'xda bu. Jizzaxlik Abdulloh degan ukamni olganman. Yosh yigitdan olganman. Juda baraka qildi shu. Agar biz Abdulloh ko'rib turgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Zo'r baxt ukamiz. Zo'r baqib bergan, rozi bo'lib bergan ekan bizga. Biz ham maza qildik mana. Andijon Qo'rg'ontepa Jizzaxdan olib kelganman-da shu quyon. Maza qilib boqdim, rozi bo'lib. Mana ertaga shular ham shunaqa bo'lib qoladi. Boqinglar akalar quyonlarni. Xohlasa. Bo'ldi, hadi.